Urgandan haydovchi sizdan spirtli ichimlikka qanday kelib turgani uchun ularni shaxsan alkotesga taklif qilamiz. Alkotesga Qayerdan chiqdi chiqmadi qayerdan bilsa bo'ladi. mana hozir mana shunday ushlaysiz. O'zi tut to'xtaydi o'zi, bo'ldi deyman. O'zi kichigini shunaqa ko'p bormaydi. Bo'ldi o'sha ichgan ichmaganingizda bu o'zi alkotesga chiqarib beradi. Mana bu yerdan kameraga olib rasmga oladi. Shundan bir tekst ushlaysiz. Bo'ldi. Keling. Ne, qanaqani tushib keling. Keling. To'g'ri. Yüzü 319 milligram. Nima bu? Spirtli ichimlik ichgansiz. U butun ichimlikdagi odam o'lmadi bu odam. Buni aka qarang, mana bunaqa narsalar sudga beriladi material. Sud o'zi belgilangan tartibda ko'rsatib qo'yiladi.